Hürmetli vatandaşım, endi biz leksiyalarimizda xulasa şekilde bir işki cümle muhakeme kılaylı sizler bilen billah. Ötkende biz sizlerge ko'rsatdik. Masalan, ötkende biz sözlüge leksiyamizda nima dedik? Rakes Tillerson dedi ki, o Merkez Tadqiqat Merkezida bilim hazin sözlügende mundaq dedi. Birinchidan dedi, Jungoni kaskin tanqid qildi. Ya'ni Jungo yer sharining muqimligi kerak bo'lgan xalqaro tartiblarga xaris e'lon qildi dedi. Rakes Tillerson yana mundaq dedi. Dünya Amerika bilan Hindistonning qudratli hamkorligiga muhtoj edi. Shundaq yani nima dedi Rakes Tillerson? Davlatning, yani ikki davlat, demokratik davlatning Hindiston Amerikaning Hind okean va Tinch okeanning bexatarligini qo'g'dash, erkin qatnashda qo'g'dashni tashabbus qildi, hurmatli vatandosh. Yani shundaq Rakes Tillerson nima dedi? Jungoning Janubiy dengizda ig'vogarchilik qilish harakati Amerika bilan Hindiston qo'llab kelayotgan xalqaro qoidalarga xilof. Endilikda yani davlat ishlar kotibi Tillerson Hindiston bilan Amerika hamkorlashimiz. Hindiston armiyasining qudratini ishga oshiramiz dedi. Hozir yana nima dedi Tillerson? Amerika Jungo bilan qurilish xarakterlik munosabat o'rnatishga izlanyapti. Demak, bu yerda fikrmi qilyapti, yo'lma qo'yyapti degan. Hozir biz endi Gleiser xonimning so'zligini, endi Amerika olimlarining keyingi maqolada so'zlagan so'zini sizlarga anglatdik. Dediki, hozir Osiyoning siyosati belgilandi. Demak, Osiyoda Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo siyosati belgilandi. Biz shuna qarab baqadigan bo'lsak, Prezident Bill Clinton, sobiq prezident Bill Clinton Jungo bilan aktiv aloqada bo'lib siyosatni o'tirib qo'ydi. Va men sizlarga so'zlab kelayotgandek, Prezident Bill Clinton, sobiq prezident 1998-yil 7-oyning 2-kuni Shangangda Jungoni tarixning to'g'ri tarafida turishga chaqiriq qildi. Agar Jungo tarixning to'g'ri tarafida turishini tanlab oladigan bo'lsa, biz Amerikaliklar rahbarlik yordam qilamiz. Keyin prezident boshini nima dedi? Jungo bilan Amerikaning munosabati ham raqobat, ham ittifoqlash yoki hamkorlashish. Hem raqobat, hem hamkorlik siyosati. Keyin prezident nima dedi? Jungo bilan Amerika o'rtasidagi siyosatga aloqador holda Osiyoning tangpunligini saqlashlaydigan siyosatni o'tirib qo'ydi. Ham ko'p hollarda prezident, sobiq prezident Obama o'zining ideyasi sotsialistik ideya bo'lgach, ko'p hollarda Jungoga yo'l qo'ydi. Endilikda Prezident Trump nima dedi? Hozir Prezident Trump hukumatining davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson nima dedi? Rakes Tillerson dediki, biz Hindiston Amerika hamkorlashib Osiyo Tinch okean va Hindiya okeanining taraqqiyoti qalaymiqanchilikdan saqlash, bulonchilik xarakterli iqtisod bilan shug'ullanishdan oldini olamiz. Demak, ikki demokratik davlat g'arbda va sharqda dunyoning mayokidir dedi. Tabriklayman hurmatli vatandoshim sizni. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy yo'llarini men shaxsan o'zim tabriklayman. Tabriklashimdan maqsadim shuki, bugun hozir mushu daqiqada qanday o'zgarish bo'ldi bilmayman. Mushu daqiqada Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo siyosati belgilandi. Osiyo siyosati belgilandi. Jungoliklar 2012-yildan boshlab Amerikaga tashabbus qilayotgan rahbarlar o'zaro uchrashga vaqt o'tirib qo'yayotgan bir masala Jungoning joni-jon manfaatini e'tirof qilish. Hozirgacha prezident Obama, sobiq prezident Obama davrida Jungoning joni-jon manfaatini e'tirof qilish degan masala o'tirib chiqmadi. Hurmat qilish, e'tirof qilish bilan hurmat qilish ikki tushuncha siyosati, hurmatli vatandosh. Jungoning joni-jon manfaati Tibet masalasi, Xinjiang masalasi, Tayvan masalasi, Shangang masalasi qatorliq masalalar mushning o'zi Jungoning joni-jon manfaatiga yetishgan masalalar. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari hozir e'tirof qilmadi. Endi qaraymizki, bugun biz o'tgan sizlarlik so'zlagan nima deb hurmatli vatandoshim. Go'yo fizikalik olam, go'yo vaqt tonili o'zgar, zamonning parvozi vagonlariga Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi strategik siyosatini qachilab, O'rta Osiyoga, Afg'oniston rayoniga kirib keldi. Janubiy Osiyo, Hindistonga kirib keldi degan
bugün şunun cevabı, belki bugün şunun davamı, belki bugün şunun to'liq ve konkret mazmuni sifatida 10 ayning 18 gün Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar katibi Tillerson bilim xazinasida so'zlagan nutqida Hindiston Amerika hamkorligi, ikki demokratik davlatning hamkorligini o'ttirib qo'ydi. Bu yerda biz shuni shundoq deymizki, endi vatandoshim, men o'zimning siyosiy metod yoki baholash metodim bo'yicha aytganda, endi qo'polroq bo'lsa-mu kechiringlar, hurmatli vatandoshim, hozir Osiyoda Amerika Qo'shma Shtatlari junguni tepib o'tdi. Osiyo siyosatida Hindiston markaziy o'rin qo'yildi. Yaponiya, Avstraliya bu ikkinchi gap. Diplomatiyaga munosabatlik yoki Osiyo siyosatini belgilashga munosabatlik aytganda Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lgan junguni tepib o'tdi. Lekin yana yo'l qo'ydi. Davlat ishlar kotibi nima dedi? Biz jungu bilan qurilish xarakterli munosabat uchun izlanyapmiz dedi. Biroq adajida bo'lmaymiz, munosabatimiz bo'ladi. Lekin sen mush munosabat doirasiga, ya'ni ochiq aytganda dunyo nima talab qilayotgan bo'lsa, masalan, jungudan dunyo talab qilayotgan narsa nima? Demokratiya. Demokratik davlat qurish. Demokratik tuzum o'rnatish. Mayli jungu fuqarolari va sertif fuqarolar bo'lsin, mana mush gap. Dal mushundaq payt. Oxiri nima dedi? Vaqt jihatdan qaysi vaqt to'g'ri keldi dedi. Junguda 10 ayning 18 kuni partiya qurultayi echilayotgan vaqtda davlat ishlar kotibi Tillerson dal shu kunni tanlab oldi. Buning mazmuni nima? Buningdagi maqsad nima deb savol qo'ydi. Junguliklar yoki bayonotchilar kan. Yani nima deymiz? Jungu hukumati hozir qaysi davr? O'zining qaysi davrda turayotganligini bilamdi Jungu hukumati. Bunda qarasak 19-qurultayda Jungu hukumati buni bilgandek turdi. Qurultayning boshdan oxirigacha hamma kayfiyatiga nazar solsangiz, dokladni kim tayyorlagan buni Rais Xi Jinping yozmaydi. Boshqa odam yozadi. Bu o'xshashda burun qurultaylarda so'zlangan so'zlar o'xshash. Balki uningdagi ton dedik, uning urani dedik, onun vazni dedik, ojizlab ketdi. Vaqirashda ojizlab ketdi. Pozitsiya o'zgardi, yumshab ketdi dedik. Yumshab ketishdan sabablardan biz o'tgan nima degan to'q? Xalqaro vaziyat va ichki vaziyat degan. Bugun mana ko'rib turibsiz. Demak, 10 ayning 18 kuni Davlat ishlar kotibi Tillersonning tadqiqot markazida so'zlagan so'zi bundan allaqachon xabardor bo'lgan Jungu hukumati va Jungu kompartiyasining 19-navbat qurultay ichidagi kayfiyatni paydo qildi degan. Endi boshqa ishlar hozir bu qurultayda bo'layotgan ishlarni rasmiyat, qurultay echish to'g'ri kelganlikdan, qurultay echilganlikdan shu rasmiyatni o'rinlashlik kerak bo'ldi degan. Endi oxira ko'chayli, mushu 10 ayning 20 kuni 2 kundan keyin Amerika ovozning radiosida munozara uyushtirildi. Bu munozaraga Chimpokong naziriychi qatnashdi. Bu munozaraga Song ismli yana bir yosh bola qatnashdi. Anadan keyin Joe Illayning oxirgi davr degan kitobni yozib chiqqan Gavin Shan apandi qatnashdi. Munozaraning butkul jarayonini so'zlab beraman, anlagan narsalarni eg'izib so'zlash mumkin emas. Torbetidan ko'rishinglar mumkin, YouTube'dan ko'rishinglar mumkin vatandoshlarim. Dediki Gavin Shan insoniyat meng'avatidi dedi. İnsaniyat meng'ib kelyapti, lekin yer shaharda qolgan iz insonning izidir. Faqat bir davlatdan boshqa. Jungo meng'ib kelyapti, iz kelyapti. Bu iz kelayotgan iz cho'shqining izidir. Gavin Shan g'azab bilan shuni dedi. Qo'pollik bilan shuni aytdi. Aslida bu yerda so'zlamasligim kerak edi. Lekin mushqatim bo'layotgan ishlar, qurultayda bo'layotgan ishlardan g'azablangan Gavin Shan to'yoqsizdan ishlab fikrni o'tirib chiqadi. Endi 3 qitim muxbirlarni kutib olish yig'ini ochib, buning 3-chisi Dalay Lama to'g'risida to'xtaldi. Buning sababi nimadir, hurmatli vatandoshlar? Buning sababi nimadir? Dalay Lama to'g'risida to'xtaldi. Kechiringlar. Ovoz kelib qoldi, meni kayfiyatim buzildi. Men sizlarga obdan tahlil qilamiz, bu qadar degayapti, meni kechiringlar vatandoshlar.